Bismillahirrohmanirrohim. Nahvu fani endi. Nahvu fani birinchi dars. Xo'p, arab tili nahvu fani so'zlarning oxiridagi o'zgarishlarni o'rganadi. Sarf fani oxiridan oldingi holatlarda o'rganadigan bo'lsa, endi nahvu fani shu so'zlarning eng oxiridagi o'zgarishlarni o'rganadi. Mana zaydun un bo'lyapti, zaydan an bo'lyapti, zaydin in bo'lyapti. Shularni o'rganadi. Kalimalar endi oxiri o'zgarishi yo o'zgarmasligiga qarab ikki xil bo'ladi. Qanaqa? Birinchi mo'rab bo'ladi. Mo'rab degani shu oxiri o'zgaradigan kalimani mo'rab deyilar ekan. Mabnichi oxiri o'zgarmaydigan kalima. Oxiri o'zgarmasa mabni bo'lar ekan, oxiri o'zgarsa mo'rab bo'lar ekan. So'z, kalima bir xil endi, sinonimlar. Xo'p, mo'rabga bitta misol aytamiz. Mana misol uchun jaa zaydun un bo'lyapti. Endi ra'aytu zaydan dan an bo'lyapti. Marartu bi zaydin in bo'lyapti. Ana dundan din bo'lib o'zgaryapti. Mo'rabda oxiri o'zgaryapti. Mabniga misol jaa haza, ra'aytu haza, marartu bi haza. Mana bu o'zgarmayapti, oxiri bir xil bo'lib turaveryapti. Haza 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 bo'lib turaveryapti. Shuning uchun buni mabni deymiz. Xo'p, fe'llardagi o'zgarishlar 3 xil bo'ladi. Ular raf bo'ladi, masalan yadribu, nasb bo'ladi, an yadriba, yoki jazm bo'ladi, lam yadrib. Ko'rdinglar, yadribu oxiri u, yadriba oxiri a, yadrib oxiri sukun. Endi ismlardagi o'zgarishlar ham 3 xil bo'ladi. Ular ham raf bo'ladi. Mana zaydun, ular ham nasb bo'ladi, zaydan. Faqat ular jazm bo'lmaydi, jar bo'ladi. Zaydin. Demak, ismlar jar bo'lar ekan, jazm bo'lmas ekan, fe'llarchi jazm bo'lar ekan, jar bo'lmas ekan. Shu jar bilan jazmda ism bilan fe'l farq qiladi. Raf, nasbda bir xil. Fe'llardagi endi 3 holatni o'tamiz. U qaysi holatlarida? Raf, nasb va jazm holati edi. Xo'p, qachon raf bo'ladi? Fe'lni oldiga nasb yoki jazm qiluvchi omillar kelmasa raf bo'ladi. Shu omillari kelmasa bo'ldi. Nasb bo'lishing kerak, jazm bo'lishing kerak deydigan buyruqlari kelmasa, omillari kelmasa bo'ldi, raf bo'laveradi. Endi fe'lni oldiga nasb qiluvchi omillar kelsa, unda nasb bo'ladi. Endi fe'lni oldiga jazm qiluvchi omillar kelsa, unda jazm bo'ladi. Xo'p, endi nasb qiluvchi omillar nima, jazm qiluvchi omillar nima, ularni o'tamiz. Xo'p, nasb qiluvchi omillar, ular qaysilar? Ular an, lan, izan, kay. Mana shu 4tasi nasb qiladi. Mana misol uchun aytaylik, an yaktuba, yozishi deganim. O'zi yaktubu yozyapti degani edi. An o'zi buni mastarga, ish harakat nomiga aylantirib qo'yadi. Yozishi, yozmog'i degandek. Yozmoq deyish mumkin. Lan yaktuba hech qachon yozmaydi. Lan hech qachon bajarilmasligini anglatadi. Hech qachon yozmaydi degani lan yaktuba. Izan demak ma'nosida. Izan taktuba desa, demak yozasan degan ma'noda. Kay uchun ma'nosida. Yozish uchun, yozishi uchun desak bo'laveradi. Endi jazm qiluvchi omillar, ularchi endi jazm qiluvchi omillar 2 xil bo'ladi. Birinchisi bitta fe'lda jazm qiluvchi omillar, ikkinchisi ikkita fe'lda jazm qiluvchi omillar. Bitta fe'lda jazm qiluvchi omillar, ular lam va loyi nohiya deb qo'yiladi. Nahiy qiluvchi la va lamma va li. Li bu amirni lisi, buyruq fe'lini lisi.
Mana misol uchun lam yaktub desak yozmadi degani bo'ladi. Mana jazm qilyapti, oxirini sukun qilib qo'yapti. La taktub yozma degani. Mana bu ham oxiri sukun bo'lib qolyapti. Endi bu fe'li nahiyni losi bo'ladi. Fe'li nafiyni losi bo'lsa, unda la taktubu bo'laveradi endi. Yozmayapsan, yozmaysan bo'laveradi. U nafiyni losida, bu nahiyni losi bo'ladigan bo'lsa, jazm qiladi. Yozma degani bo'ladi. Lamma hech qachon yozmaysan deganda. Lamma taktub. Li yaktub. Mana bu ham jazm qilyapti. Bu yozsin degani amr fe'lida. Uchinchi shaxsga buyuryapti. Yozsin deyapti-da. Endi ikkita fe'lni jazm qiluvchi omillar ham bor. Ikkita fe'lni jazm qiluvchi omillarni shart kalimalari deyiladi. Ular ikki xil bo'ladi. Harf shartlar bo'ladi va ismi shartlar bo'ladi. Ya'ni harf va ismga bo'linadi-da. Endi harf shartlar o'zi ikkita xolos. Bu in bilan izmo. Ismi shartlarchi 10 ta yoki ko'proq. Ko'proq bo'lishi ham mumkin, 10 ta bo'lishligi ham mumkin. Endi buni hozir sababini hozir aytaman uni. Mana man, ma, mata, ayna, mahma, kayfama, haysuma, aynama, anna, ayyana, ayyu. Mana shular hammasi ismi shartlar deyiladi. Ya'ni ikkita fe'lni jazm qiluvchi omillar deyiladi. Xo'p, men nima uchun 10 ta yoki undan ko'proq dedim? Mana bu Wikipediyani oladigan bo'lsak, bu Wikipediyada mana bu aynama so'zi ham bor ekan. Mana aynama so'zi atay qizil bilan belgilab qo'yibman. Aynama so'zi ham bor ekan. Lekin durusun nahviyda bo'ladigan bo'lsa, shu aynama so'zi yo'q ekan, unda ozroq ekan. Shuning uchun mana bu tepadagisi bu durusun nahviydan olingani, bu pastdagisi nimadan olingan? Wikipediyadan olingan. Demak, hamma joyda har xil bo'lishligi mumkin. Yana boshqa joylarda yana boshqa so'zlar qo'shilgan bo'lishligi ham mumkin. Endi ba'zi joylarda farq qiladi. Endi tilshunoslar ham har xil ixtilof bo'ladi tilshunoslarning ichida ham. Xo'p, mana misol uchun aytaylik, in taktub aktub deydigan bo'lsak, shu yerda indi harfi shart deb aytamiz. Taktubni fe'li shart deb aytamiz, aktubni javobi shart deb aytamiz. Ya'ni yozsang, agar yozsang yozaman. Mana agar deyapti, bu harf shart. Taktub yozsang deyapti, fe'li shart qo'yyapti-da, yozadigan bo'lsang deyapti-da. Aktub yozaman, mana bu javobi bo'lyapti. Falonni qilsang, men ham mana shuni qilaman deyapti-da. Endi man yashtahid yanjah, kim harakat qilsa u muvaffaqiyat qozonadi. Mana bu yerda man endi ismi shart bo'ladi, endi bu odam. Yashtahid bu fe'li shart bo'ladi. Yanjahchi javobi shart bo'ladi. Ya'ni kim harakat qilsa, mana shart qo'yyapti-da, harakatni shart qo'yyapti. Keyin keyin uni javobi nima bo'ladi? Najot topishi bo'lyapti. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar.